alaykum, hurmatli obunachilar. Shu kanalimizga shunday obuna bo'lib qo'ysalaring, juda xursand bo'lamiz. YouTube kanalimizga kelib turgan Ramazon oylarida, Ramazon oyida kelib turgan hayit bayramlariga xudo xolasa aksiyani bomba qilib boshladim men, qaranglar. Qo'qon shahar Novoy ko'chasi Tavbat klinikani oldida. Konkret narxlarda bomba qilib qo'ydim. $850 edi, $800 qilib yubordim. $1200 $1200 bas, 1150 qilib qo'ydim. Chegirmani vashi bombasini qilib yubordim. Motorollarda 1 tonnali motorollarimizni bomba qilib tashladim. Vashi. Eng qizig'ini bilasizmi nima obunachilarimiz? Xursand bo'lsa-chi, mashinaning narxini vashi tushirib yubordim. $2100 qilib qo'ydim. $2100 ga hali zavodda ham bermaydi. 500 kilolik motorollarimiz chiqdi mana. Ko'rishlarimizga 6 metrli. Vashi bomba. $800. Buni qarang turishib, ota-onani xursand qiladigan paytlar kelmadimi? $800 qilib yubordim. Oling mana Ramazon oyida vashi bomba chegirma. Chegirma. $800 kami bor. $900 kami bor. Arqa kameralargacha. Kameralargacha qora Nexia emas, qora Gentra'lar, qora Malibu'larga kamera. Bizni kuzatib boring, obunamiz bo'lasiz kanalimizga, YouTube kanalimizga. Xudo xolasa yangiliklar qo'yishdan to'xtamaymiz. Bag'i Farg'ona yo'nalishidan kelishib, bag'i yangi bozorda. Shunga kelib, bemalol bizni kuzatib boringlar. Doim yangiliklar qo'yishdan to'xtamayman. Olg'a